告别的时刻已到了，随身的行囊装一些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在敌后。隐隐约约的沉默，透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再带着泪入睡，去去长长的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱传裂，让我们的痛不停歇。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔。有恐惧的，该警戒的；有黑暗的，该警戒的；放不下的，该警戒的。深锁的光芒，指引方向。殿下，这里连一丝外族的气息都没有。天赋秘法，分身。我的体内世界无法承受其兽性层次，还是失败了。真眼厚积薄发，废景王实力远不及他。九幽皇子就是黄海。我想孕育的第3分身目标就是那九幽皇子。你若愿意成为我九幽一脉的护教使者，我便饶你一命。拜见护教神主，海水到手，开始真正命运。成功了。209 qism 500 yildan so'ng sen xazina maskanini million marta kezib chiqding. Buni shunchaki unut. Agar men uchun birgina xazina paydo bo'lganida edi, daryo qilich qiroli keldi. O'shanda u 9 zulmat fazosidan so'ng 100 yillar davomida ko'rinmagandi. Endi u to'g'ridan to'g'ri xazina maskaniga keldi. Eng baland cho'qqi sari intilmoqda. Bu odam ambitsiyasi juda ulkan. Rolf Elchi, nima deb o'ylaysiz? U xazinani qo'lga kirita oladimi? 3-klon yana 100 yildan keyin tayyor bo'ladi. Shu yillar ichida fazo qonunini anglash darajam ham o'sdi. O'lmas darajaga o'tishdan oldin harakat qilib ko'rishim kerak. Balki bu xazinani qo'lga kiritarman. Bunisi hali uzoqda-ku. Ikkinchisida ham hech qanday reaksiya yo'q. Qilich daryo qiroli. Endi o'z qobiliyatingni bilib olgandirsan. Xazinani olish juda qiyin. Bu oxirgisi axir. Hech qisi yo'q. Shunchaki omadimni sinab ko'raman. Xazina? Bu qanday bo'lishi mumkin? Xazina ochildi. Uni boshqa birov faollashtirgan bo'lsa kerak. Men hozirgina tarafga tegilgan edim-ku. Hech qachon. Bu men bo'lishim kerak. Faqat daryo tig'i qiroli tashqariga chiqmadi. Aftidan bu xazina meniki shekilli.
Nodagi xazina uning qiymati oliy darajali xazinaga teng. Qiziq, bu uzuk ichida nimalar bor ekan? Daryo qilich qiroli, men senga yirroq insonlarning kuchi pastligini ko'rsatib qo'yaman. Uchar saroy toifasidagi og'ir xazina-ku. Uchar saroymi? Osmon bo'risi uchar kemasiga o'xshar ekan. To'g'ri. Bu qadimiy kema Kumusharvoq qo'ng'izi kemasi deb ataladi. Qisqacha galaktika deyiladi. Eng yuqori toifadagi og'ir xazina. Yulduz minorasini harakatga keltirishda bu ajoyib transport bo'ladi. Tizim ishga tushirilmoqda. Aloqa o'rnatilyapti. Ogohlantirish. O'rnatilmoqda. Bu kemaning oldingi egasi kirish ruxsatlariga parol qo'ygan. Faqat parolni buzibgina unga kirish mumkin. Lekin bunaqa maxfiy parol haqida ma'lumot bazamda hech narsa yo'q. Demak, bu o'sha ekanda. Cheng Feng o'zi kim? Cheng Feng ajdar ilohiy 8 ajdodning ilohiy yirtqichlaridan biri. Rivojlanish orqali yirtqichga aylangan mavjudotdan farqli o'laroq, u koinot yaralgan paytdanoq u ilohiy yirtqich sifatida namoyon bo'lish uchun manba qonuni bilan birlashgan. Tug'ma ilohiy yirtqich u g'oyatda qudratli bo'lgan. Ammo tug'ma ilohiy yirtqichlar koinot mohiyati bilan tug'iladi. Ularning tangachalari, partlari, qoni barchasi g'aroyib kuchga ega. Ularning kuchi qimmatbaho xazina deyiladi. Sen ishlatgan qonli lo kristali ham aynan tug'ma yirtqichdan qolgan. Shundan keyin Chen Fenning taqdirini taxmin qilishing mumkinki, Qonli lo olamidagi yirtqichlar jangchilar tomonidan o'ldirilgan. Demak, Cheng Feng ham allaqachon halok bo'lgan. hatto tug'ma ilohiy yirtqich bo'lsa ham kuchlilar kuchsizlarni yeydi. Biz insonlar ham xuddi shunday. Lo Feng, sen irqimiz kelajagining ustunisan. Ularni himoya qilish uchun sen o'z kuchingni ta'minlashing kerak. Ayni paytda garchi sen abadiylik o'tish arafasida turgan bo'lsang-da, faqat hayot geni darajasini oshirib orqaligina darajang o'sgandan so'ng yanada yuqoriroq boshlang'ich nuqtaga chiqa olasan. Bu ilohiy yirtqich qoni har bir tomchi qon 100 dona qonli lo kristaldan tozalab olingan. 100 donadanmi? Qonli lo kristali bilan taqqoslaganda ilohiy yirtqich qoni kuchini o'zlashtirish osonroq. Oddiy inson jangchisining hayot gen darajasi 100 baravarga oshishi mumkin. Lo Feng, umid qilamanki sen bu chegaradan ancha o'zib ketasan. Tushundim. Bu 3-chi klon tug'ilish arafasida. Bunday hajam nahotki tug'ilishidanoq shunchalik qudratli bo'lsa, uchinchi klonim et va qondan iborat tirik mavjudot ekan. Uning tana o'lchami g'oyat ulkan. Energiya sig'imi ham juda katta bo'lsa kerak. Qizilma dengizi bilan aloqasini hisobga olsak, buni yaxshisi Zulmat dengiz kloni deb atagan ma'qul. O'zdabko studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.
shu daqiqadan boshlab asl tana va 3 ta klon to'liq shakllandi. Men Luffy bu koinotdagi ko'plab janglar orasida zaif niholga aylanamanmi yoki eng mustahkam ulkan daraxtgami? Bu keyingi harakatlarimga bog'liq. Bu tanani ichida ulkan miqdorda xotira borga o'xshaydi. Demak, bu klonim ikkita tug'ma maxfiy iste'dodga ega. Dengizga aylanish va yaratish. Dengizga aylanish? Imperator va ajdod dengizlariga o'xshabmi? Dengizga aylanish. Dengizga aylanish texnikasi klonni bir zumda cheksiz zulmat dengizga aylantira oladi va uni hajmi tinimsiz kengayishi mumkin. Ko'proq energiyani o'ziga sig'dirish uchun. 100,000 kilometr diametrga ega qonli dengiz. Lekin klon shakli bo'lmasa, oldingidek mustaqil harakatlana olmaydi. Jangovar qobiliyatlarini ham yo'qotishi mumkin. Dengizga aylangandan keyin u atrofdagi fazo vaqtni ma'lum darajada boshqara oladi. Bu ehtimol aql bovar qilmas hujum usuli. Faqat nega bu qonli dengizni o'lchami mos kelmayapti? Meni darajamdagi shahzodani dengizi ham 80 million kilometr edi. Mayli, buni qo'yib turaylik. Boshqa texnikani sinaymiz. Yaratish. Bu dengizdan energiyani filtrlash, keyin hayot genlarini birlashtirish va nihoyat ularni hayotga jamlash. Topdim. Nega bu texnikadan foydalanib kichkina klonlar yaratmayman? Bu kichkina klonlar ongni saqlash uchun ishlatish mumkin. Hatto yo'q qilingan taqdirda ham ularni qayta tiklash mumkin. Zulmat hukmdorining tinimsiz qayta tirishi bekorga emas ekan-da. Chunki faqat klonlar o'ladi. Lekin uni harakatlanish chorasi cheklanib qolmoqda va jangovar kuchi ham ancha past. Bu muammoni hal qilish hozircha qiyin. Ayni paytda diqqatni hayot geni darajasini oshirishga qaratgan ma'qul. Energiya hayoti bo'lgan o'sha klondan tashqari boshqa 3 ta tanada hayot geni darajasini oshirish uchun imkoniyat bor. Ularni barchasi maksimal darajaga ko'tarish, o'lmas darajaga o'tishdan oldin eng mustahkam poydevor qo'yish deb hisoblash mumkin. Men ko'rmoqchiman koinotdagi hayot geni darajasining haqiqiy eng yuqori chegarasi qayerda ekanligini. Garchi zulmat dengiz kloni maxsus hayot shakli bo'lsa-da, u ham tirik mavjudotdir. U gen darajasini oshirish uchun 9 falokat maxfiy qo'llanmasini bemalol o'zlashtira oladi. Inson tanamda va oltin shoxli maxluqni rivojlantirish uchun kristallar yordam beradi. Oltin shoxli maxluq allaqachon 300 dan ortiq kristalni qabul qildi. Inson tanami satiga 82 tasini. Haftada faqat ilohiy sichqoni bilan yanada oldinga siljish mumkin. Buni og'riqi qonli kristaldan anchagina kuchliroq ekan. 9 falokat maxfiy qo'llanmasining 5-falokatini anglash menga oltin shoxli maxluqqa 48 barobar hayot geni darajasini poydevorini berdi. Oltin shoxli maxluq gen darajasi 6400 barobarga yetdi. Garchi inson tanami unchalik yuqori bo'lmasa-da, u ham 3000 barobardan oshdi. Qirol Fejingning gen darajasi atigi 2000 barobar. Abadiylik darajasiga o'tgandan so'ng hatto senga raqib ham bo'la olmaydi. 3600 barobar. 7200 barobar. Zulmat dengiz klonining gen darajasi maxfiy qo'llanma orqali hatto oltin shoxli maxluqdan ham o'tib ketdi. 10,000 barobarga oshdi. Lekin hali ham chegarasiga yetgani yo'q.
Nega men asl o'zligim? Asl tanam o'zgaryapti. Meni ongimga bir parcha axborot uzatilyapti. Axborot? Bu tug'ma maxfiy istidod. Men koinotdaman. Uni portlash kuchi juda ham ulkan. Bir marta ishlatilganda tana bir zumda mitti koinotga aylanadi. Ichkarida qolgan dushmanlarning kuchi keskin kamayadi. O'z kuchi esa keskin ortadi. Agar o'zini portlatsa, portlash kuchi hatto koinot portlashiga teng bo'ladi. Dushmanni to'g'ridan to'g'ri yo'q qilish mumkin. Bu juda ajoyib. Shuncha vaqtdan beri koinotni kezib chiqqan bo'lsam ham, lekin portlash kuchini tasavvur qila olmayapman. Faqat bu texnika energiyani ko'p sarflaydi. Inson tana va oltin shoxli maxluqning energiyasi bilan buni hatto bir marta ham ishlata olmayman. Eng ko'p energiyaga ega bo'lgan zulmat dengiz kloni ham buni 10 marta ishlatgandan keyin tanasi yonib ketadi. Keyinchalik energiyani qayta tiklash esa juda ham sekin bo'ladi. Tirik mavjudot abadiylik darajasiga yetgach, koinotning markazidagi koinotning asosiy nuqtasi uning tanasiga ulkan miqdorda energiya quyadi. O'zgarishni tezroq yakunlash uchun. Shuning uchun darajang oshgan sari energiya ta'minoting yaxshilanib boradi. Lekin baribir bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, abadiylik darajasiga o'tishdan oldin energiya sig'imini maksimal darajaga ko'tar. Shunda darajang oshsa, energiyani ko'proq qabul qilasan. Saqlash sig'imini oshirish uchun balki faqat klon hajmini kattalashtirish yordam beradi. Topdim. Klonni dengizga aylanish texnikasidan foydalanaman. Dengizga aylanish. Liu Fengning 3-kloni bo'yi 90 ming kilometrdan oshadi. 2 tug'ma istedodga ega, dengizga aylanish va yaratish. U yuzlab million kilometr diametri cheksiz zulmat dengizini yaratish mumkin va ilohiy kuchni g'oyat tez suratda o'stirishga qodir. UzDubGo studiyasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Ovoz berishda ishtirok etganlar: kiber haker, astronaut, Minyona va rahmatulloh. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar. Sog' Bizning hurmatli muxlislarimiz, ushbu anime va donxuvalarni faqatgina bizning rasmiy kanalimizdan tomosha qiling. Premium kanal obunachilarimizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Hurmat bilan UzDubGo jamoasi. 忧海不哭，我身不灭。扫描屏幕上的二维码，关注吞噬星空官方微信，收获更多独家剧透、福利彩蛋。这里还有超多精美壁纸、设定情报等你领取。扫码先行一步，你的星空征程永远快人一个版本。城市被笼罩在一片灰色，只有血液昭示生命还炙热。弱肉强食都遵循这个规则，看谁比谁有资格让爆破被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。要我的心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着。烈火把夜空燃后，吞噬掉整片星空，燃烧着，燃烧着。
之本源法则已经笼罩整个千宝河，但迟早它是会分裂崩塌的。是斗皇王，他怎么到山腰来了？混沌城主给你的可是尊者规格的待遇。破之故，成就不朽。竟然变得这么急躁。看来刀河王也是徒有虚名，纯靠运气。既分高下，也决生死。